Assalomu alaykum hammaga, kanalimni kuzatib boradigan obunachilarga hamda qolganlarga. Trekker 2 mashinasi bu Premier Plus 2025-yilgi sborka. Bu yerda datchik yonib qolgan, mana davlenyaniki, shinan davlenyasiniki 200 ko'rsatyapti. O'zi aslida bu 230 davlenya edi, to'rttalasi ham. Ahamiyat bersanglar bittasi 2.6 turibdi. Hozir nimaga tushib ketgan? 3 gradus bo'lgani uchun. Bu narsani ni v ko'yim случае ошибка yongandan keyin, bunaqa chiqib qolgandan keyin borib podkachka qilib, davlenyani ko'tarib, ishirib o'tirmanglar, maslahatim. Hozir yo'llar muzlayapti sekin-sekin, mana qor yog'adi deyishyapti, xudo xolasa. Bugun 18-dekabrga o'tdik, 25-yil. Bilsanglar agar tog'li hududlarga, qor hududlarga chiqadigan mashinalar ham, misol uchun, deylik, mana shunaqa asfalt yo'llar bo'lmasa agar, davlenyasini tushirib keyin chiqishadi. O'sha Prado'si ham, Land Cruiser ham, boshqasi ham, zo'rman degan mashinalar ham davlenyasini tushirib keyin chiqishadi. Shipovniy balon bo'ladimi yoki kashachi bo'ladimi? Sababi sceplение ko'proq bo'ladi. O'shaning uchun bu davlenyani yana ko'tarib, ishirib o'tirmanglar. Bu xavfli bo'ladi o'zingizlar uchun. Ikkinchi masala, ertalab chiqqaningizda oynanglar muzlagan bo'ladi. Mashinani kelib zavod qilganinglardan keyin bunaqa knopkasi yonib qoladi avtomatik. Bilmaganlar uchun bu narsa mana podogrefi, bokovoy podogrefi, bunaqa bokovoy orqa oynaniki, tagiga oldi lobovoyda ham podogref bor, tagida spiral ketgan. Spiral ketgan, keyin qizigandan keyin dvornikni ishlatish kerak ertalab. Mana bunaqa holatda tashlab ketmanglar. Bundoq qilsanglar, bitta ko'tarsanglar, mana datchik dajda включен deyapti. Ertalab chiqishinglar bilan avtomatik bu narsa ishlab ketadi. Rezinkanglar yopishib yotgan bo'lsa, dvornikni yulib oladi. O'shaning uchun maslahatim, kechqurun kelganinglardan keyin yokida kunduzi mashinani o'chirib kirib ketganinglardan keyin, bilasizlarmi, ertalab chiqishinglarni shu bilan o'chirib qo'yinglar. Mana buni bundoq qilib qo'ysanglar, mana o'chdi. Ertalab qizigandan keyin ko'tarib qo'ysanglar bo'ladi, bundoq qilib mana. O'shanda rezinkalarni yulib olmaydi, yopishib qolgan bo'lmaydi. Mashinani qizdirdinglar, misol uchun, mana buni yoqib qo'ydinglar, avtomatik yonmasa, keyin qizigandan keyin уже уверен deymizlar, mana bu bokovoylarda qorlar eridimi, o'sha muzlagan joylari bu yoqlar eridimi ozgina, keyin buni yoqsa bo'ladi. Bular shunaqa maslahatlar. Bu narsaga ahamiyat bermanglar, nimaga konditsioner yoqiq deb bu narsani предохранительni olib o'chirib qo'yganman. Sababini keyin aytaman.